Hop, uzum olishimiz kerak. Mo'g'rida mana shu uzumdan yeb ko'rchi, ol. Manmi? Ha, ol. Yechi. Ha? Yaxshi ekanmi? Zo'r. Bo'ldi, olamiz uzumdan. Ha, mendan yeb, yo, mo'g'rida sen yeb ko'rchi men. Ha, ye. Ye, men karamdan ham yechi. Yeb ko'rchi. Yaxshimi? Zo'r ekan. Toy. Ha, toy. Akamiz siz ko'pgina yaxshi ko'rar ekansiz, menga hech narsa bermayapti. Hamma narsa akam yeyapti. Men ishim keragim yo'q, o'zi bilaman, ha. Yo, toy, unaqa emas. Akangiz bozorda narsalar yeb, qonini to'qlab olsa, uyga borib ovqat yemaydi. Biz razotdan qutulamiz. Biz ham shatda nimadir yeb olavering. Yo, endi nimadir aynigan bo'lishi mumkin. O'shaning uchun birinchi mo'g'rida yeb ko'rsin. O, galava, o'zingizga tortgansiz. Dada, nima men odam emasmanmi? Ha, mo'g'rida seni oshqozoning ot oshqozon hech nima qilmaydi. Hali kun kecha yeding-ku. Siz menga uni shikolat dedingiz-ku. Ha, endi bilish kerakmi, shikolatmi, kesakmi? Ketdik, toy. Nima qoldi, toy? Bizga shu nima aloqa olaylik? Amaga arava kerakmi? Ya uka, arava kerakmi deb sen mo'g'ridani xafa qilyapsan. Mo'g'rida tog'angga bir mahoratingni ko'rsatib qo'y. Arzonroq qilib beraman 50 ming. 50 ming? Mo'g'rida ertadan bozorda arava tortasan. Bir resi 50 ming ekan. Kamida bir kunda 1,5 millionta tortsang biz milliarder bo'lib ketamiz. Tushunyapsanmi? Arava berasizmi? Ha, arava pul turadi. Mana beminnat qo'ling bor-ku, bolam. Ko'tarib tashlayverasan. Dada, Bo'ldi, ko'p gapirma. Erkak kishi yoshlikdan mehnatda katta bo'lish kerak. Ishlaysan ertadan. ukamchi. Dada, yana ukam deyapti-ku. Ha, ukang kichkina hali. Qachongacha kichkina deysiz? Institutda dars beryapti-ku. Hech kimga keragim yo'q, o'zim ham. Toy, to'xtang. Dada, Ha. siz menga telefon beraman dedingiz. Yo'q, kecha aytdingiz, qachon olib berasiz? Ha, bo'ldi, yuring, toy, mana ishonchni olib beraman. Yuring. Haqiqatan. Assalomu alaykum, ishonch savdo do'koniga xush kelibsizlar. Ha, yaxshimisiz? Arzonroq telefon yo'qmi? Hali eshitmadinglarmi? Respublikadagi barcha ishonch savdo do'konlarida smartfonlar yana ham arzonlashdi. Ha. Masalan, Samsung Galaxy S25 Ultra 256 GB ligini oladigan bo'lsangiz, 12 oyga 1,411,000 so'mdan to'lab yurasiz. Agar iPhone 16 Pro 128 GB ligidan oladigan bo'lsangiz, 1,590,400 so'mdan to'lab yurasiz. 12 oyga. Qalay? Zo'r ekan. Bo'ldi, toyga bitta iPhone. Boshqa tanishlaringizga ham yetsanglar bo'ladi. O'ziga eng yaqin ishonch savdo do'koniga borib, xohlagan smartfonlarni xarid qilishlari mumkin. Mo'g'ridan Ho, dada. toy bilan kelishsangiz zo'r sovg'a oldik. Mana, rul. Ertadan taksini bosasan, ma. Dang.